Assalomu alaykum azizlar, efirda Texno xabar. Ko'pchilik ishlatayotgan ana shunaqangi Apple kompaniyasining iPhone telefonlari, iPad deymizmi, endilikda biroz qimmatlashishiga nima deysiz? Apple kompaniyasi faqatgina payshanba kuni bozor qiymatidan 250 milliard dollardan ko'proq yo'qotdi. Uning aksiyalari prezident Donald Trampning keng qamrovli bojlar siyosati tufayli 8,5% ga tushib ketdi. Tramp tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlariga import qilinadigan mahsulotlarga qo'yilgan bojlar Apple'ning Xitoydan to Tayvan, Hindiston va Vyetnamgacha bo'lgan barcha yirik ta'minotchilar va ishlab chiqarish markazlariga ta'sir ko'rsatadi. Bu esa Apple tomonidan sotiladigan har bir iPhone, iPad, Mac va aksessuarlar modeli narxiga ta'sir qiladi. Apple rahbari Tim Cook ma'muriyat bilan yaqin munosabat o'rnatishga uringan bo'lsa-da, hozirda uning oldida ikki yo'l bor. Yoki mahsulotlar narxini iste'molchilar uchun oshiradi, yoki yuzaga keladigan milliardlab dollar yo'qotishlarni o'z zimmasiga oladi. Shunaqa gaplar azizlar, Texno xabarda birinchilardan bo'lib IT olamidagi yangiliklarni kuzatib boring.